Assalomu alaykum, efirda jahon xabarlari. AQSh bilan Eronning kundan kunga ziddiyati kuchayib bormoqda. Dunyo yuzi yana bir yangi frontni ko'rishi mumkin. AQShning Yaqin Sharqdagi jangovar bazalari barchasi urushga tayyor ekanligini bildirdi. Isroil armiyasi ham mutlaqo urush holatiga tayyor. Isroil nashrlaridan biri Yerusalim Post'ning xabar berishicha, AQSh Eronga shu tundayoq zarba berishi mumkin. AQShning bombardimonchi samolyotlarni olib yuruvchi kemasi allaqachon Fors ko'rfaziga yaqinlashgan. AQShning hujumlari nafaqat quruqlikdan, balki suv ostidan ham bo'lishi mumkin. Eronda fuqarolik qo'zg'olonlaridan so'ng AQSh hukumatı Eronga zarba berishini bildirgan edi va bu hujum keyinroq kechikkani haqida xabar berilgan edi. Ayniqsa bugun AQShning barcha nashrlari va Izrailning barcha nashrlari AQSh jangga tayyor ekanligini bildirmoqda. Bugun Amerika prezidenti Donald Trump ham Erondagi barcha vaziyat uning nazoratida ekanligini aytmoqda. Sobiq Sovet davlatlariga borgan sari tahdidlar ko'paymoqda. Yanvar oyi tugamasdan tahdidlar davom etmoqda. Avvaliga bulbulcha, keyin esa miyasi aynigan Dugin, bu safar kallasi katta Valoyev. Bizni hali yana bir emas, bir nechta maxsus operatsiyalar kutmoqda, deydi Xumkalla Valoyev. Valoyevning aytishicha, Rossiya sobiq Sovet davlatlariga 30 yil davomida shirinlik berib kelgan, endi esa qamchini oladigan payt kelganligi haqida xabar bermoqda. U bu so'zlari bilan sobiq Sovet davlatlarini qamchilash kerak demoqda. Valoyevni ham tushunsa bo'ladi, chunki 2007-yil hamyurtimiz bilan o'tkazilgan dahshatli jangda Ruslan Chagayev Valoyevni ayamay do'pposlagan edi. Bokschilarga zarbalar yillar o'tib ta'sir qiladi deganidek, Valoyevning ham miyasi ishdan chiqqan bo'lsa ajab emas. Miyasi ishdan chiqqan Valoyev og'ziga kelganini vaysab yotibdi. Valoyevning bu tahdidi internet olamida juda mashhurlikka erishdi. Shundan so'ng bizning boksdagi tirik afsonamiz Ruslan Chagayev Tayson Valoyevga o'z javobini berdi. Internet tarmog'ida Valoyevning tahdidli fikrlari juda ham mashhur bo'lib ketdi. Shundan so'ng bizning sobiq bokschimiz Ruslan Chagayev Tayson o'z fikrini bildirib o'tdi. Valoyevga yana jang kerak bo'lsa, men tayyorman. Bu safar uni kallasini joyiga qo'yib qo'yaman dedi. Hamyurtimiz Ruslan Chagayev istisno tariqasida 2007-yilgi jangni ham eslab o'tdi. Hamyurtimizning aytishicha, 2007-yildagi udarlar Valoyevning kallasiga endi ta'sir qilayotgan bo'lishi mumkin. Hozirda Rossiya va O'zbekistonning strategik hamkorliklari juda yaxshi. Bizning prezidentlarimiz ham juda yaxshi munosabatda. Hozircha bunga o'xshagan provokatsion videolarga e'tibor bermasligingiz so'raladi.